Assalomu alaykum do'stlar. Bepul darsligimizning ikkinchi qismiga xush kelibsiz. Bu darslik ancha qiziq bo'ladi bu qismi. Sababi bu yerda jinoiy ish qo'zg'atish, qo'zg'atilgandan keyingi barcha bosqichlarni men sizga umumiy tarzda tezroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Avvalgi qismda misol tariqasida keltirgan 97-modda, ya'ni odam o'ldirish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasidagi protsesslarni sizga tushuntirib o'taman bu darslik davomida. Birinchi bosqichda jinoiy ish qo'zg'atilgandan so'ng ayblanuvchilar doirasi yoki gumon qilinuvchilar doirasi aniqlanadi. Ko'p holatda agar jinoyat ishi o'sha shaxsning o'ziga qo'zg'atilgan bo'lsa, birinchi navbatda gumon qilinuvchi sifatida u inson jinoyat ishi doirasiga jalb qilinadi va qonunchilik talabi bo'yicha ularga ehtiyot chorasi ham tanlasa bo'ladi. Ko'p holatda 97-modda bilan bog'liq holatlarda gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan shaxslarga qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llaniladi va bu sud tomonidan 10 sutkagacha, ya'ni ayb e'lon qilingunga qadar bo'lgan bosqichda beriladi. Agar unga 10 sutka davomida ayb e'lon qilinmasa, unga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi bekor qilinadi va u odam darhol qamoqdan ozod qilinadi. Keyingi bosqich ayb e'lon qilish bosqichi. Ya'ni shaxs uchun uni ayblanuvchi tariqasida jinoiy ish doirasida jalb qilish uchun barcha dalillar yetarli bo'lgan taqdirda tergovchi unga nisbatan ayblanuvchi tariqasida jinoiy ishda ishtirok etish uchun qaror qabul qiladi. Hozirgi paytda Telegram kanalimizda ham bu qaror nusxasi turibdi. Bemalol amaliyotda foydalanishingiz mumkin keyinchalik. Ayblov qaror qanaqa bo'lishi to'g'risida sizlarga tushuntirishni hojati yo'q. Sababi men shablonni ham, namunasini ham tashlab qo'ydim. Endi men elementar narsalarni ko'rsataman, ya'ni tushuntiraman. Ya'ni ayb e'lon qilish jarayonida unga nisbatan bo'lgan qaysi vaqtda, qaysi usulda, kimlar bilan deylik, masalan, ko'pchilik tomonidan sodir qilingan bo'lsa, o'sha holatlar barchasi bayon qilinadi va uni isbotlovchi dalillar deylik, ekspertiza xulosasi bo'lishi mumkin, yo ma'lum bir dalillar bo'lishi mumkin. Barcha holatlar ayb e'lon qilish qarorida ko'rsatiladi. Sababi inson u aybli e'lon qilish to'g'risidagi qarorni o'qigan paytda uning aybi bor yoki yo'qligini bilish, ya'ni uni tushunib yetadigan darajada yoziladi. Shunga e'tibor qaratinglar, ko'p tergov organlarida ham, boshqada ham jarayonda qatnashsak, ko'pchilik ayb e'lon qilish darajasidagi qaror yoza olmaydi. Bunga sabab tajribasizlik bo'lishi mumkin yoki masalan hali ko'p tizimda ishlamaganlik holati bo'lishi mumkin. Lekin qancha ko'p ishlagan tergovchi bo'lsa, deylik masalan 10 yillik, masalan 15-20 yillik tergovchilar ko'rsangiz agar, ayb e'lon qilish qarorlari tushunarli, lekin qisqa bo'ladi. Sal tajribasi kamroq odamlarni ko'rsangiz agar, ayb e'lon qilish qarori tushunarsizroq va uzunroq 3, 4, 5, 6, 7 barobar bo'lishi mumkin. Endi bu albatta kasbdagi orttiriladigan tajribaga, mehnat bilan bog'liq holatlar. Demak, mavzuga qaytamiz. Ayb e'lon qilinadi shaxsga nisbatan, uni isbotlovchi holatlar ayb e'lon qilish qarorida ko'rsatiladi va unga nisbatan agar ehtiyot chorasi gumon qilinuvchi tarzdagi paytda qo'llanilmagan bo'lsa, unga nisbatan ehtiyot chorasi qo'llaniladi. Endi sizga amaliyot bo'yicha qaysi ehtiyot choralar ko'proq qo'llanilishi haqida tushuncha beradigan bo'lsam, birinchi o'rinda eng nima deydi, populyar bor-ku, qo'llaniladigan ehtiyot chorasi bu munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risidagi tilxat ehtiyot chorasi. Ushbu ehtiyot chorasi ko'proq uncha og'ir bo'lmagan, ijtimoiy katta bo'lmagan jinoyatlarni birinchi marta sodir qilgan insonlarga nisbatan qo'llaniladi va bu eng populyar, ya'ni hammaga qo'llaniladigan ehtiyot choralaridan biri. Buni asosiy mazmuni tergovchiga tilxat yozadi, ya'ni ayblanuvchi mana shu jinoyat ishi bo'yicha ayblanuvchi tariqasida jalb qilinganman va tergov davomida vaqtida kelaman, sudga vaqtida boraman, tergovchini chaqiruviga yoki sudni chaqiruviga binoan hozir bo'laman degan mazmunda va shahardan tashqariga, deylik, Toshkent shahridan yoki Toshkent viloyatidan chetga chiqmayman degan mazmunda tilxat yozib beradi va bu ehtiyot chorasi sifatida qo'llanilib, rasmiylashtiriladi. Keyingi ko'proq qo'llaniladigan yana ehtiyot choralaridan biri bu garov ehtiyot chorasi. Ya'ni garov ehtiyot chorasi
uncha og'ir bo'lmagan va ba'zi holatlarda og'ir jinoyatlar sodir qilingan bo'lsa ham, tergovchi yoki o'sha prokurorning fikriga asosan garov ehtiyot chorasi ham qo'llanilishi mumkin. Keyinchalik masalan suddan keyin, hukmdan keyin albatta garov ehtiyot chorasini qaytarib beriladi. Bu masalan unga berib pul bilan yo'qoldi, pulim qolib ketdi degan mazmundagi narsa emas. U pul hukmdan keyin qaytariladi. Garov ehtiyot chorasini tushunchasi shundan iborat va keyingi eng ko'p qo'llaniladigan, hozirgi paytda qo'llanilayotgan ehtiyot choralaridan biri bu qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi. Bu sud tomonidan qo'llaniladi. Tergovchi ehtiyot chorasini tanlaydi. Ehtiyot chorasini tanlagandan so'ng prokurorga yuboradi. Prokuror iltimosnoma bilan o'zining hududiy sudlariga iltimosnoma bilan murojaat qiladi va sud muhokama qiladi. Hozirgi paytda xabaringlar bo'lsa kerak, 2025-yildan boshlab tergov sudyalari lavozimi joriy qilingan. Ya'ni sudya faqat sanksiya bilan bog'liq holatlarni ko'radi, ular jinoiy ish ko'rmaydi, faqat sanksiya, ya'ni shu iltimosnoma bilan bog'liq deylik, ehtiyot chorasi bilan bog'liq va boshqa iltimosnomalar ko'rib chiqadi. Ushbu tergov sudyasi tomonidan iltimosnoma ko'rib chiqilib, shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasini qo'llash ma'qullanadi yoki rad qilinadi yoki boshqa ehtiyot chora tanlanadi. Deylik, qamoq bilan olib chiqsa, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chora bilan sudga olib chiqilgan shaxsga nisbatan sudya agar uni lozim topmasa, garovga o'zgartirishi mumkin yoki uy qamog'i ehtiyot chorasiga o'zgartirishi mumkin. Jinoyat ishi bo'yicha 97-modda bilan ayb e'lon qilib, ehtiyot chorasini qo'llagandan so'ng tergovchi dalillarni saralash bosqichiga o'tadi. Ya'ni jinoyat ishi bo'yicha nima dalillar bor? Deylik, ekspertiza xulosalari bo'lishi mumkin, guvohlarning so'rovlari bo'lishi mumkin, yoki boshqa ma'lum bir dalillar bo'lishi mumkin. Ushbu dalillarni saralagandan so'ng dastlabki tergovni davom ettirish zarurati yo'q degan xulosaga kelsa, bemalol jinoyat ishi bo'yicha taraflarga, ya'ni ayblanuvchiga, jabrlanuvchiga yoki boshqa shaxslarga jinoyat ishining dastlabki tergovini tugaganligini e'lon qiladi. Dastlabki tergov tugagandan so'ng hamma shaxslar, ya'ni ayblanuvchi va jabrlanuvchilar jinoyat ishi hujjatlari bilan tanishish huquqiga ega bo'lishadi va ulardan nusxalar olishi mumkin. Ya'ni jinoyat ishi bo'yicha barcha bor hujjatlardan nusxalar olib tanishish huquqiga ega bo'ladi va bu bo'yicha bayonnoma rasmiylashtiriladi va shu bilan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari tugaydi va tergovchi jinoyat ishi yuzasidan ayblov xulosa yozish uchun o'tiradi. Ayblov xulosada tergovchi barcha jinoyat ishi bo'yicha to'plangan dalillar, so'roqlar va boshqa bir ma'lum bir jinoyat ishi bilan bog'liq holatlarni hammasini yozadi, o'zini fikrini ayblov xulosada bayon qiladi va ayblov xulosasini tasdiqlash uchun hududiy prokurorlarga jo'natadi. Prokuror jinoyat ishi hujjatlari kelib tushgandan boshlab ayblov xulosasini 5 kunlik muddatda o'qib, ko'rib chiqib, ayblov xulosasini tasdiqlaydi yoki ma'lum bir tergov harakatlarida kamchiliklar bo'lsa, jinoyat ishini tergovga qaytaradi. Endi ko'p holatda amaliyotda jinoyat ishi bir 90-95% albatta u holatda to'g'ri tergov qilingan bo'ladi va ayblov xulosasi albatta ko'p holatda tasdiqlanadi va shundan keyin, ya'ni prokuror ayblov xulosasini tasdiqlab, jinoyat ishini hamma materiallari bilan birgalikda o'zini hududda joylashgan jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga yuboradi va jinoyat ishlari bo'yicha sudlar ushbu jinoyat ishini qabul qilib, birinchi instansiya sifatida jinoyat ishini ko'rishni boshlaydi. Do'stlar, shu bilan 2 qismdan iborat bepul darsligimiz ham nihoyasiga yetdi. Men qo'ldan kelgancha umumiy tarzda ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildim. Hammaga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu ma'lumotlar umumiy tarzda berildi, ya'ni chuqurlashtirilgan, huquq sohasiga, tergovga, prokuraturaga oid sizda bilimlar olish niyatingiz bo'lsa, men bugundan boshlab shogirdlik dasturini e'lon qilaman. Ya'ni bu shogirdlik dasturida siz prokuraturaga oid, tergovga oid barcha bilim va ko'nikmalarni 1 oylik dastur asosida o'zlashtirishingiz mumkin. Kimga agar shu dastur haqida qiziq bo'lsa, hoziroq kanalga kirib, menga yozishingiz mumkin. Men sizga o'zim aloqaga chiqaman. Shoshilinglar, men ko'p odam ola olmayman. Shuning uchun joyingizni band qilishingizni maslahat beraman. Sizlarga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Yanada ko'proq bepul darsliklar joylab turishga harakat qilaman. Ishlaringizga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.